Buni tayyorlab ko'rmasanglar bo'lmaydi. 1 stakan sutni to'g'richada qaynatamiz. Ichiga bitta piyoz solamiz, ya'ni to'rga bo'lib. Va unga sariyog' solamiz, 1 bo'lak. Yarim choy qoshiq soda, tabga qarab asal ham solishimiz mumkin. Endi buni nimagaligini hozir tushuntiraman. Endi dorixonadan yo'talga har xil dori olishingiz shart emas. Bolangizga yoki sizni yo'talingizga shifo bo'ladigan zo'r retsept tayyorlab qo'ydim. Buni bolangizga har kuni kichkina stakandan bir mahal, agar siz yo'talayotgan bo'lsangiz, katta stakanni bir mahal ichib yotsanglar, yo'talingizga juda ham shifo bo'ladi. Yo'tal quruq yoki namligini umuman farqi yo'q. Buni har kuni xarillab yo'talayotgan o'rtog'ingizga bu videoni test tashlab qo'ying. Bolasiga ham o'ziga ham shifo bo'lsin. Har xil ximikatlardan foydalangandan ko'ra tabiiy yo'ldan foydalaninglar. Menga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog'liq birinchi o'rinda, salomat bo'lasizlar.